Assalomu alaykum. Salamatlar dostlar. Bugün sizlerge kichine şu elektroskuterlar turasında ma'lumot berayin degandim. Bu skuterlar bizim Suzak Jalavat anan Boş Bishkek yolunun şu Novokrugovoyinda içine kirgenden keyin Suzak sharti. Şu mektep, zapravka şu yerda joylashgan. Skuterlar bağları 42 mingdan ekan. Şu bular bardigi sarı svet keçen 42 ming ekan. Bu kichinasi bo'lsa 38 ming ekan. 38 ming. Aytish bo'yicha skuterlarga prava hech qanday dasturning keragi yo'q ekan. 13-14 yoshdan boshlab minib ekan. Zarat bo'lishi обычный 90-220 dan zarat qilinadigan, ondan 6-7 soatda to'ladi ekan. Ondan keyin jetishi zaratning 50 kilometrga jetadi ekan inshaalloh. Bu yerda bu yoqdagilar bardigi sportivniy model deyiladi ekan. Kichkina tezligin ana kuchaytirsa bo'ladi ekan. Bu yoqlarda bo'lsa 2 mesa. Bu yerga dag'i bir odam bir bola qo'shilsa bo'ladi ekan. Bu yoqda mavsumda tablo, tezligin, skorost, zaryad shunday narsalarni ko'rsatib turadi ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, rasturga kelganlar bo'lsa, kelib sotib olib kelsangizlar bo'ladi. Har qanday tusovlar bor. Ko'rganingizdek. Bundan tashqari dag'i ko'k modeldan ko'k tsvetida dag'i bor ekan, hozir to'piladi ekan. Adresim tushundingiz üzere. Bu yoqda Jalavat arkası, ondan keyin Krugovoy kirganingizdan keyin shu joyda joylashgan.